o'sha 4 tonna 700 likka bir mashina bir vodovod suv kirib ketadi. Degan bo'ladi. O'zining radnoy kraskasi bo'ladi. И plus biz suvarka qilgan joyimiz ichkarimiz ham bo'laveradi. Bemalol 500 litr suv oladi. Unga kelishtirib beraverasiz. Ana aka. Spor uchun aka 5 kishigacha chiqqanmiz. Joyxona qo'ryapti-da. Keyin mana bu oxirdan bir-biriga bo'lsak, narxiga yarasha sifat beton uchun mo'ljallangan. Bunisi aka makkani yorma qilish uchun mo'ljallangan. Va bu jihatdan ham motor zo'r. Qimmati aka mana bu bo'ladi. Qozon qismiga qalin material qo'yilgan bo'lsa, u demak sifatli bo'ladi. Flagman bo'ladi. Eng yaxshi brendi ostida ish yuritadi. Mana nomerlarni o'zingiz video davomida mana shunday ko'rib beraman aka. Xo'p, aka qayerga deyapti? Bu tomonga Jom qishlog'iga, masjidga yetma Samarqand shahardan kelish. Hozir lokatsiya bilan bir tushuntirib o'taman, keyin akamiz bilan bemalol mana shularni narxi, materiali, zanglaydi, zanglamaydi, sifati hammasini akamiz o'zi bafurcha tushuntirib o'tadi. Degan bo'lsak akalar, bu tomon o'zimizni Samarqand shahardan kelish, bu tomon Jomga ketish. Jom o'zi Jom qishloqdamiz. Jomda bu tomonda masjid bor. Masjidiga yetmasdan mana yo'lni yoqasida Suyun bobo choyxonasi, ana shuni ro'parasida mana akalarimiz ajoyib o'zini ish faoliyatini olib boradi. Nasib bo'lsa hozir shuni narxlari, sifatlari haqida bafurcha gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, qo'rmang, charchamayapsizmi? Salomat bo'ling, kelinglar. Ishlar bilan mana o'zimizni xalqimizni xizmatida vodiylik akalarimiz mana shunday ishni yo'lga qo'ygan. Anchadan beri, aka necha yildan beri mana shu sohadasiz? Xudo xolasa 15 yilga yaqin bo'lib qoldi. 15 yilga yaqin bo'lib qoldi. Aka, endi ko'p cho'zmasdan qisqacha bir ajoyib bir tanishtirib, buni sifati, narxi qanday, misol uchun olgan odamga yengilliklari, dastavka xizmatlari shularni bir tanishtirib o'tsangiz aka. Aka, buni materialni suv zanglaydi yo zanglamaydi o'shasini объемini hammasini bir tarzda o'zingiz bir tanishtirib, tushuntirib o'tsangiz. 1 tonnadan 10,5 tonnagacha yerda betida turadigan bochkalarimiz bor. Konteynerda tom qismidan qilingan. Bular asosan standart razmerda bo'ladi. Sizlar bergan razmeringizga qarab o'zgartirib yasab beraveramiz. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, akalar, eng ходовой bochkalarimiz narxini aytaman. O'sha 4 tonna 700 likka bir mashina bir vodovod suv kirib ketadi. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million so'm. Dastavka xizmati bilan narx o'zgarib qolishi mumkin masofalar. Bu 6 tonnalik, ya'ni 5 tonna 800 litrlik bochkamiz narxi 3 million 800 ming so'm chiqadi. Xo'p, sifatiga keladigan bo'lsak, 10 yil garantiyasini beraman, bir remont talab bo'lguncha. Krayniklar qotadigan uzgunchalarni zakazingizga qarab yasab beramiz. Mana. Akalar, mana ichki qismlari. Ichki holatida qornida bitta tortqisi bor, bitta emas, ikkita tortqisi bor, chunki bu 6 tonnalik bochka. Misol uchun qandaydir bir kranda, manipulyatorlarda misol ko'tarib, endi hech kim aytib bo'lmaydi-ku, tushib ketsa, misol mustahkamligi zo'r. Shunisiga qanday? Aka, konteynerda o'zi butun holatda aka 70 tonnagacha yuk ko'taradi, 12 metr. 70 tonnagacha. Buni materiali uncha-munchaga bukilib, qiyshayib, chirib ketadigan narsa bo'lmaydi. Chunki tarkibida nerzovoyka yoki ratsenkovoy zo'r materiali bor. Buni eng yaxshi xususiyati ham shunda o'zi. Aka, mana bu yerga ikkita krayni qo'yib qo'yibdi-da. Bu suv kirish chiqishmi, nima? Yo'q, aka. Bittasini uyingizga tortib ketasiz, aka, kichkinarog'ini. Kattasini aka bir molxonangizga yo bir agrotoningizga tomchilatib suv olishga ham. Bo'ldi. Prosta xalqimizga biz tushunamiz. Xalqimizga yana ham tushunarli bo'lishi uchun shuni so'rab o'tayman aka. Buni yana qulay tarafi aka, bir 4 ta 5 ta xo'jalik yig'ilib turib, bashni qilib tagini blokdan ko'tarib, suv qo'yib olsa ham bo'ladi aka. Arzon tushadi narxi. Toza ichimlik suvi sifatini o'zgartirmaydimi bu? Toza ichimlik suvi. Buni sifati, buni ichi aka ham kraskalangan bo'ladi, o'zining radnoy kraskasi bo'ladi. И plus biz suvarka qilgan joyimiz ichkari tarafdan kraska qilib qo'yamiz. Ya'ni bu holatda temirga suv tegmagandan keyin zanglamaydi, samosiyatini va suv sifati buzilmaydi. Quduqnikidan bir 5 barobar yerga qilingan quduqdan 5 barobar sifatli suv turadi ichida. Qurtlamaydi suv.
Akalar, o'zlaringiz ilk guvohi bo'lib turganlaringizda nasib bo'lsa, mana shu lokatsiya bo'ylab akamizga murojaat qilib kelaverasizlar. Shu yerda ko'rib, hozir drabilka va shu ovqirlarni ham hammasini ko'rsatib o'tamiz. O'zlaringiz hammasi guvohi bo'lganda kelib, hamma narsani misol uchun suv quyib, tekshirib, o'zlari misol uchun biladi endi balkim misol yorig'i hamma narsasiga o'zlaringiz javobini beraverasiz. Albatta aka, men bundan suv chiqib ketmasligi uchun hamma sababni qilganman aka. Men Parvardigor 100% ishonchli. 100% ishonchli aka. Agar mabodo shunaqa holat bo'lib qolsa ham aka, ishimizni oqlab qo'yamiz, olib turgan pulimizni halollab olamiz aka, qilib beramiz. Yo, qilib bermagan taqdirimizda ham narxini yengillatib beramiz, isvarchiga qildirib olasiz. Aka, mana guvohi bo'lib turibmiz. Bu nima endi o'rtasidan mo'richalar chiqqan? Bu aka yem qaynatish uchun, bug'doy pishirish uchun yasalgan. Buni hajmi 500 litr bo'ladi aka, 120 kilo bug'doyni qaynatsa bo'ladi. Bug'doyni tagi olib ketishi mumkin degan akalar uchun javob, buni tagini bug'doyni tagini olmaydi aka, sichkani tagini oladi. Uni ham yechimi bor. Tagiga bir g'o'za yoki bir butun bug'doy tashlab yuborsa aka, tagini olmaydi. Va keyin hozirgi kunda aka bitta qaynatib qo'yib bir hafta bemalol molingizga berib yotsangiz bo'ladi. Buni hozir narxlarni bir qanday bir budjetni variantmi yo bu xalqimizga ozroq og'irishadi? Agar hozir 500 litrlik qozon oladigan bo'lsa aka, tayyor o'sha dumaloq qozonni olsa 4 million 5 million so'm pul bo'lib qoladi aka. Buni narxi 1 million so'm, buni ustida qopqog'i ham bo'ladi. Qopqog'i ham betishli seli yopiladi, qopqog'i bo'ladi. Bu mol uchun bo'laveradi. O'zimizda mana shu ro'zg'orga budjetli variant qozonga qaraganda. Shunday. Hurmatli aka-ukalar, mana oxirlarimizda ham hajmiga, molga, qo'yga hamma narsaga, misol uchun o'zini gavdasiga, katta kichikligiga qarab hammasiga tayyorlab qo'yibsan nasib bo'lsa. Har xil turdagi oxirlarimiz bor. Akalar, ichidagi suvni ham to'kmaganman, chunki ya'ni suv solsangiz ham bo'laveradi. Bemalol 500 litr suv oladi. Hop, mol oxir, qolganlari ham molga ham qo'yga bo'laveradi. Akalar, narxiga, razmerlariga keladigan bo'lsak, bunimiz uzunligi 2.35, og'zining kattaligi 65 sm, chuqurligi 30 dan chuqurroq bo'ladi. Bunimiz narxi 550 ming so'm tayyor holati aka. Hop, bu oxirimizga keladigan bo'lsak, bu oxirimizning og'zining kattaligi 50, chuqurligi 27 sm, uzunligi 2.35. Buni suv sig'imi aka 350 litr bo'ladi, narxi 450 ming so'm. Bunisi bilan bu ikkalasi bir xil narsa aka. Bunisi 300 litr oladi, 4 burchakligini hisobiga, lekin materiali nisbatan baquvvatroq bo'ladi, qovurg'alar borligini hisobiga. Hop, narxi 450 ming so'm. Bu oxirimiz eng budjetli variantimiz, uzunligi 2.35, narxiga keladigan bo'lsak 300 ming so'm. Agar optim holatda olinadigan bo'lsa, narxini yana o'tib beramiz. Optimga kelishtirib beraverasiz. Albatta. Bunisi-chi maydachasi nimaga aka? Bu maydachasini ko'proq qo'ylar uchun suvga olishyapti. Xo'p, buni narxi 200 ming so'm chiqadi, uzunligi 1.20 bo'ladi. Aka, buni hozir misol uchun qarang. Mana shu metri qancha buni? Bu 1.20. 1.20. Buniki 2.35. 2.35. Hozir misol uchun orasi, rastiyanasi ancha uzoqda. Misol uchun ustiga chiqsa o'rtasi buklanib ketmaydimi buni? Yo'q, kelmadi. Meni desam 105 kilo bersang bor akalar. Ana aka. Spor uchun aka 5 kishigacha chiqqanmiz shu oxirida. Katta, misol uchun mana katta o'g'irlarni ham misol uchun ho'kizlaringizni oyog'i kirib qolib nimadir qilib bosib bersa ham, chiqib ketsa ham akalar mana guvohi bo'lganlaringizda akamiz o'zi ko'rsatib beryapti. Umuman undan xavotir olish kerak emas. O'zi materiali, o'zi zavodskiy konteynerga juda qattiq bo'ladi. Juda ham baquvvat bo'ladi. Yana buni bitta qulay tarafi aka, mana bu katta formatdagi oxirlarimiz materiali konteynerning tom qismidan qilingan. Ya'ni konteynerning tom qismi qalinroq bo'ladi yon qismiga nisbatan. Yon qismining uzunligi 2.60 bo'ladi. Tom qismining uzunligi 2.35 bo'ladi. Shunisidan farqlab olaverasizlar. Bu baquvvatroq chiqadi tom qismi. Aka, shu joyda ham bitta savol tug'iladi-da. Misol uchun hozir chorvachi akalarimiz yildan yilga o'zini misol uchun shu chorvasini rivojlantirib katta firmalarni ochib misol uchun tayyorlayapti-da. Shular misol uchun kelib oldingizga, mana siz misol bu yerga zapas qilib qo'yibsizlar, shuncha o'qirlarda kelib o'zini metrajini olib kelib, aka, mana shu metrajda, mana shunday balandlikda qilib yasab berasizmi shuncha katta ob'yomga desa? Albatta. Aka,
menga kelib xohlagan razmerida aytsin, men shu razmerga oxir yasab chiqarib beraman aka. Gap. Keyin yana bitta qulay tarafini aytib o'tib ketaman. Hozirgi kunda eng ko'p keng tarqalgan oxirimiz mana bu mollar uchun bo'lyapti. Akalar 50 metrlab molxona qilyapti-da. Keyin mana bu oxirdan bir-biriga ulab tortib metrajni olib ketyapti, o'sha 50 metrgacha. Buni qulayligi aka, bitta qulayligi hozir betondan ham qilish mumkin oxirida aka. Betondan xaraji ko'payib ketadi, ishi ham ko'payib ketadi, ko'payib ketadi. Buni yaxshi tarafi aka olib borasiz, bitta svarchik yoki ikkita svarchik bilan ishingiz bitadi. Keyin tagi ochiqligini hisobiga aka, molni tagiga havo aylanib turadi. Haligi tagi bilch-bilch bo'lib ketmaydi. Gazlanmaydi, misol uchun skvoznak bo'lib turadi. Pastdan havo aylanib turadi. Xo'p, mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz guvohi bo'lganlaringizdek, budjetli variant mana shunday chorvachi akalarimizga ro'zg'orbob narsalar ham ko'rsatib o'tdim, yomkislar, yem pishirgichlar. Hozir qo'ldan kelgancha eng kulminatsion nuqtaga yetib kelamiz. Narsa hammani ro'zg'orga kerak bo'ladigan drabilkalarni ham bir qator ko'rsatib o'tyapmiz aka. Hurmatli kuzatuvchilar, mana drabilkaga ham yetib keldik. Aka, bu drabilkalarda misol uchun ko'rib turibmiz, mana zapaslari ham akam zapaslari juda ko'p. Ko'rib turibmiz, buni misol uchun narxlari, sifatlari hammasi bir xilmi yo motorlari, qandaydir kilovatlarda farqlar bormi? Aka, sifat tarafdan keladigan bo'lsak, narxiga yarasha sifat beton. Faqat drabilkalarda kuchli kuchsiz deb bo'ladi. O'sha narxiga qarab shulardan o'zi ajralaveradi. Hozir 2,5 million so'mdan, xo'p, 3 million so'mgacha drabilkalarimiz bor. Ularning motorida eng arzon drabilkamizning narxi 3 kilovatli bo'ladi, alyumin bo'ladi. O'rtachasi ham 6,5 kilovatli alyumin, eng qimmat o'sha 3 million so'm chiqadigani mis bo'ladi motori. Va ichiga o'sha qo'lingizga ehtiyot qilsangiz bo'ldi. Nima tiqsangiz chiqarib beradi. Aka, bular nasatkalar, setkalar. Bular setkalar aka. Bunisi bug'doyni yorma qilish uchun mo'ljallangan, bunisi aka makkani yorma qilish uchun mo'ljallangan va bu ikkalasi hashak uchun mo'ljallangan. Tushunarli. Aka, endi buni misol uchun narxlariga to'xtalib o'tayotgan bo'lsak, qaysi alyumin, qaysi mis, qaysini narxi qanday, qaysidan yaxshi o'tib berasiz, qaysidan o'zi tarqalib kelgan joyini qo'yapsiz. Xo'p, aka, eng arzondan boshlaylik bo'lmasa. Mana ko'k holatda turgan drabilkamiz, rangi ko'k buni. Korpus jihatdan hammasi bir xil bo'ladi. Faqat bunga 3 kilovatlik arzonroq motor bilan jihozlangan va ichidagi pichog'i ham maxavik emas, buniki listdan yasalgan bo'ladi. Hozir ularni ham ko'rsatib o'taman pichoqlarini. Xo'p, bunimizning narxi akalar 2,5 million so'm bo'ladi. Agar mabodo kelib o'zingiz olib ketadigan bo'lsangiz 2 million 400 ming so'm. 100 ming so'm yo'l pulingizni o'tib beraman. 2 million 400 ming. Hamma joyda eshitib ko'rib turibmiz-da, 3 million, 3,5 million, 3 million 300, 3 million 200. Yo'q, gap yo'q. Xo'p, buni endi aka o'rtachasini ko'rsatay. Endi bular mana bu tagidagi krishkasi qora bo'ladi. Bu ham alyumin, lekin sifati juda ham kuchli bo'ladi. Quvvati jihatdan ham, sifati jihatdan ham motor zo'r. Pichog'i maxavikmi? Buni pichog'i maxavik bo'ladi aka. Narxiga keladigan bo'lsa 2 million 800 ming so'm. Kelasiz, olib ketasiz. Bundan ham 100 ming so'm sizga bonus yo'l pulingizga. Yo'l puliga o'tib beraverasiz. Albatta aka. Qayerga endi misol uchun biz hozir Samarqand viloyat Nurobod tumanida turibmiz. O'zimizni misol tuman mana shu viloyatgacha kerak bo'lsa, mana shu Samarqand viloyatgacha dastavkalarni ham qo'ldan kelgancha kelishilgan holatlarda, xudo xohlasa aka, yo imkoniyat darajasida aka, biz butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishga harakat qilamiz. Dastavkaning masofasi sal cho'zilib qolishi mumkin. Misol uchun aynan ertaga olib kelib bersa, ertaga olib borib berolmay qolishi mumkin, lekin o'sha bir hafta yoki bir 4-5 kun ichida yetkazib berishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Shunday. Hozir eng qimmati aka mana bu bo'ladi. Bu ham rosa qimmat emas, puliga yarasha 3 million so'm chiqadi. Buni motori mis bo'ladi aka. 6,5 kilovatlik, pichog'i maxavik. Va aka, drabilkamiz shu o'rinda bir joyini ko'rsatib berdim. Drabilka olib turganda akalar e'tibor berasizlar. Drabilkani birinchi o'rinda ko'tarib ko'rasizlar va bu yeriga qalinroq, mana bu yerga qaraysiz. Agar bu yeriga, qozon qismiga
qalin material qo'yilgan bo'lsa, u demak sifatli hali flagman holatda eng yaxshi drabilka hisoblanadi. Arzon budjetli drabilkalarning vesi ham yengil bo'ladi. И plus o'sha men sizga ko'rsatgan qozon qismi yubqalisdan qilingan bo'ladi. Shu yerga ham olayotgan aka ukalarimiz qayerdan olsangiz ham mana shu yeriga qalinligiga, sifatiga qarab olingizlar deb akamiz o'zi xolis Albatta aytib o'tyapti. Endi misol uchun o'rtada nafs emas, maslahat ham hamma narsa berilib o'tilyapti. Misol uchun Rizqollohdan shunday hech kim o'zini nafsi yo'lida unday misol uchun birov ichqoralik qilib aka shu narsani aytib o'tmaydi. Birov aytmaydi, birov aytadi. Sizga ham rahmat aka. Nasib bo'lsa akamiz nomerlarini pastda qoldirib o'tamiz. Ismingiz nima aka? Abdurahmon. Abdurahmon akamizga bemalol bog'lanaverasizlar. Akamiz mana shu Po'lat brendi ostida ish yuritadi. Mana nomerlarini o'zingiz video davomida mana shunday ko'rib o'tsangiz ham bo'ladi. Nasib bo'lsa pastda alohida nomerlarni ham qoldirib o'tamiz. Akamizga bog'lanasizlar. Inom o'zidan kelyapman desalaringiz akalar, skitkani yomonlari bo'ladi. Kelib mana ko'rsatib, onlaynda ishlatib, hamma narsani ajoyib qilib, sizlarga xushmuomalalik qilib jo'natib yuboradi. Agar dastavka xizmati bo'lsa ham ajoyib qilib kelishtirib, kissangizga pullaringizni ortganini solib jo'natib yuboradi. Faqat ish uchun emas akalar, oqibat uchun ham kelib qo'yaverasizlar yoki bir maslahat kerak bo'lsa ham telefon qilib qo'yaverasizlar. Nomerimiz mana akamiz qoldirib qo'yadi. Shunday. Hammaga omad, sog' salomat bo'lasizlar. Aka, endi uzr, videoni tugatib qo'ydik-ku. Yana bitta ajoyib bir ma'lumotni aytib o'taylik. Misol uchun agar mana shunday pichoqlari yo bo'lmasam setkalari endi akalarimiz olib ketadi-ku, buzilib qolsa yo bo'lmasam misol setkalari yilib qolsa, o'zingizda misol setka sizdan kelib so'rab olsa bo'ladimi? Misol remont qilishgami? Menda bor. Agar mendan drabilka olgan bo'lsangiz, o'sha setkangizni yengilroq, arzonroq qilib beraman aka. Xo'p, agar qayergadir o'zingizni aybingiz bilan ichiga bir narsa tushirib yuborib, pichoqlar shikast etib qolgan bo'lsa, aka, uni usta haqini olaman, lekin yengilroq qilib olaman o'zimni olganingiz uchun. Hamma narsasi bor, qo'ying aka, men bilan ish bitadi. Shunday. Akamizga bemalol bog'lanamiz. Akalar hammani shu yerda kutib qolamiz, shu lokatsiyamiz. Mana shu o'zi choyxonaning oldiga to'xtab o'tgan akalarimiz shunday prosta kelib salom alik qilsa ham akalar bitta bir piyola choy deyapti. Bu tomonga Jom qishlog'iga, masjidga yetmay, bu tomon Samarqand shahardan kelish.